Assalomu alaykum, hurmatli Namangan Taxta bozor kanali a'zolari. Hammaga qurbon hayiti o'tgan bo'lsa ham muborak bo'lsin. Xudo xolasa ishimiz boshlab olganmiz. Inshaalloh klientimiz zakaz qildilar. 29-may sanasi bugun bo'lsani. Polli taxta 192 dona, 9,5 kg. O'zlari shtugun chiqardilar. 10,5 strapl 6 metrlikdan 30 dona. Pollini 35 ming so'mdan qo'yganmiz. 102 mingdan 6 metrli strapl. Holati zo'r, deyarli hammasi butoqsiz holatda. Ichlargacha garantiyali polli taxta. Suxoy. Qolishi 9,5 ga 2 qolgan. Bir-biriga kirishlari ham muloqda o'chirgan. Kimgadir shunaqa ishonchli taxta xizmat kerak bo'lsa, bemalol zakaz qilsani bo'ladi. Inshaalloh chiroyli ishni yetkazib beramiz. Manzilimiz Namangan shahar, Shamshiboy bozori 573 574-joy. Telefon raqamim 90 222 44 77. Bemalol zakaz qilsani inshaalloh chiroyli ishni yetkazib beraman.